qop-qora kiyingan kishi eshigimiz tagiga katta qora quti tashlab ketdi. Nega? Ochib qaraychi. Voy. Yo'q. Ichida bomba bo'lsa-chi? Kinoda ko'rganman. Har doim shunaqa eshigini tagiga katta quti tashlab ketsa, ichidan bomba chiqqan. Endi portlab ketamizmi? Voy. Hey, turinglar. Kimga ichish kerak? Oyjonga ichish kerak. Lekin uxlab o'tirib-ku. Qanaqa qilib? Yo'q, ichish kerak. Bo'lmasa portlab ketamiz. Oyjon! Voy! Nima bo'ldi? Cho'chib turdingiz. Sizni sekingina uyg'otgani kiruvdim. Sekingina? Voy, sekingina shuni uyg'otsangiz, atayin uyg'otsangiz kaltaklar ekansiz-da, kelin. O'zi nimaga kirdingiz xonamga? Esimdan chiqib qoldi. Hozir uzr. Oyjon, uyimizga bomba tashlab ketishdi. Siz bunaqa qanaqa qo'rayotib o'qiysiz, ha? Bomba? Qop-qora kiyingan kishi katta qutida bomba tashlab ketdi. Bomba kelishdimi? Bu dushmanlarning ishi. Oyjon, sezganida. O'zgacha to'ydachi yuragim g'ash bo'lib turadi. Nimadir bo'lishini bilardim. Shu brilliantlaringiz bor-ku. Bizlarning dushmanlarni ichini yondirib kuydirganda ular bizlarni endi bomba tashlab portlatmoqchi. Yo'q, men hali yashagim kelyapti, kelin. Qanaqasiga? Kim? Mana shu bombani men. Ochmang. Men kinolarda ko'rganman bunaqa bombalarni. Eshik tutqichiga ularni qo'yishadi-da. Keyin ochingiz bilan portlab ketamiz. Voy sho'rim. Kimni qasdi bor ekan? Oyjon, siz-ku shuncha yashab O'zbekistonda, Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan aktrisani olgansiz. Men bechora bloger bo'lib ketaman. Mayda bilan deyapsiz, kelin men hali xalq artistini olmoqchiman.